Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan men Wcraft. Yangi videoga xush kelibsizlar. Bugungi videoda men 1.0 ya'ni Minecraftning eng eski versiyasida survival videoni qilaman. Hamma videoga tayyor bo'lsa boshladik va bu birinchi qism. Keyingi qismlar chiqishini xohlasanglar like bosib obuna bo'lib qo'yinglar. Biz videoga ketdik. Bu yer ajoyib. Bu yerda bitta daraxtcha bor. Vaqtimizga endi bu daraxtni albatta chopish kerak. Biz hali uy ham quramiz. Hali shunday zo'r narsalar bo'ladiki, sizlar tasavvur ham qila olmaysizlar yoki o'zim ham tasavvur qila olmayman. Qanday bilmayman, lekin bizning maqsadimiz 20 ta obunachiga erishish. Men bu YouTube kanalni ochish uchun juda ham ko'p vaqt sarfladim. Juda ham ko'p uzoq yo'lni bosib o'tdim. O'tgan videoda Temple Room 1 va 2 ni yuklab olishni o'rgatgandim. O'shani kommentariyasida men uzoq yo'l bosib o'tdim bu YouTube kanalni ochish uchun deganim. To'xtanglar. Sizlar ham o'ylayotgandirsizlar, nima qilishdi? Qotib qolyapti. Shuning uchun kechirasizlar. Bu eski versiyaligi uchun yangi telefonlar ko'tara olmaydi unchalik ham. Ana. Endi esa biz bitta kirka yasab olamiz-da, qayiq yasab yo'lga otlanamiz. Aynan taxtamiz ham yetarli. Qayiq yo'qmi? Ha, bor ekan qayiq. Alfa versiyadagi qayiqdan farqi yo'q-ku, hamayli. Endi versiyada sindiramiz-da, bu yerlardan surib olamiz, короче. Va qo'yamiz. Bo'lmayapti-ku. Hamayli. Qo'lni qaranglar, qo'lni. Tush. Bir necha taxta va yog'ochga ega bo'ldik, hech bo'lmasa. Bu bolta yasash uchun yetarli. Mayli, o'zimiz sayohat ketishimizga to'g'ri keladi. Oho, bu yer kattaligini qaranglar. What the fuck? Bu yer kattaligini. Dengiz bor ekan, hozirgina qayiq yasab uni buzib yubordik. Endi esa yo'q. Bu yoqqa bormaymiz. Hech narsa yo'q ekan bu yerda. Taxtamiz ham yetarli emas qayiqqa. Tosh kovlagani ketdik. Tosh qozigani deganim. Qozigani ketdik tosh. Kirkam qani mehmonga ketdimi? Nima bu yerda tuproq chiqyapti? Lava bor shekilli. Yoki lava yo'qmi? Nimaga bu yerda tuproq bor bo'lmasa? Qornim och qolyapti. Tezroq ovqat ham topishimiz kerak hali. Tezroq kovlash kerak. 15 tacha tosh bizga bemalol yetib qolsa kerak. Men har kuni video joylashim mumkin, chunki meni bo'sh vaqtim juda ham ko'p bo'ladi, bilsangiz agar. Ortiqcha tosh kovlab yuboribman, hamayli. 20 ta ortiqchalik qilmaydi, teshib chiqmaydi. Xo'p, bitta kirka yasaymiz. Keyin bo'lsa bitta bolg'a yasab olamiz. Bolta deganim qanday aytsa bo'ladi? Qaysi usul, qaysi nom sizlarga qulayroq? Boltami, bolg'a? Menga bolta qulayroq. Yoki axiymi? Xo'p, endi pechka yasab olamiz. Bu eski versiyaligini hisobga olsa mana bunday qilish kerak. Agar sizlar qanday qilib telefonda o'ynayapti desangiz, men Play Marketdan Mojo Launcher degan ilovani tortdim va hozir eski versiyani mana shunda o'ynayapman, lekin u ilova juda ham ko'p megabayt ichib tashlashi mumkin. Lekin mana bu tovuq asabim buzyapti o'l. Bu yerda qo'ylar, sigirlar, tovuqlar juda ham ko'plik hisobga olsak, ajoyib ovqat zaxiralarini to'ldirib olamiz. Yana teridan aslaha ham yasab olamiz. Teridan aslaha ham yasab olamiz, temir topgunimizcha. Sizlarga savol-da. Men vizerni qura olmaymanmi? Yo'q, bu eski versiya. Eski versiya. Ovqat to'plab bo'ldik. Endi buni pishirishga daraxt chopish kerak. Qotib qoldi.
Ana u yerda daraxt bor ekan. Lekin men mana shu xomlarni yeb turishga majburman-da. Yam 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 yam. Seni sindiramizda. Seni ham sindiramizda. Daraxt chopgani yo'lga otlanamiz. Nimaga qorli joyda paydo bo'ldim o'zi? Daraxtlar kerak bo'lsa, qanday qilishyapti ekan paydo qilganlar beni. Yoki normalniy joylar ham olislardadir, yaqindadir. Bilmayman, lekin daraxt chopish kerak. Atrofda bir nechta daraxtlar bor. Tutishdan oldin uy qurib olishimiz ham kerak. Nimada uy qursak bo'ladi? Topdim. Birinchi bo'lib biz belkurak yasaymiz. Keyin bo'lsa mana buni sindiramiz. Keyin bo'lsa qorlarni sindirib tashlaymiz, qotib qolyapti. Senga bu qotib qolish yoqmasligini bilaman, shuning uchun videoda boshqa joyda davom ettiraman. Mana shuncha yetarmikan yoki yana ozgina to'plash kerakmi? Hammayli yetib qolar. Hop. Toshda uy qurishga majbur bo'lamiz hozir shunda bo'lmasam, yetmasa. Hammayli toshda uy quraveramiz. Toshda uy ixchamgina zo'rgina. Yana qotib qolyapti. Pastda uy qursak ekan. Pastda yo'q. Pastda bo'lmaydi. Hozir ko'pala toshlar ko'rdik. Bizda uy qurishga o'tamiz. What the fuck? Wow, temir topdim. Temir bu juda ham kerakli narsa. Lekin atigi 2 dona ekan. Yana berkib olmaganmi qidirishimiz kerak. Berkib olgan ekan. Men nima deganim, berkib olganlari bor bo'ladi. Eng eski versiya bo'lsa ham. What the fuck? Juda ham ko'p ekan bu yerda. Ajoyib. Ana bu birinchi kunimiz. Birinchi kunimiz tugashiga video tugar. Mana shu yerda ham qursak bo'lar. Hayyo ahmoqlik. Ana. Qorong'i tushyapti ekan. Birinchi kunimiz shu yerda o'tkazishga to'g'ri keladi. Ulgurmadik-da. Endi bo'lsa temirni qaynatish kerak, lekin hech narsa ko'ringanga o'xshayapti. Ko'ryapti menga. Hozir yorug'lik. Yana nimani qaynatsak bo'ladi? Topdim. Nimaga yog'ochni qaynatyapsan deyishinglar mumkin. Bunaqa yog'ochdan charkoal olsa bo'ladi. Charkoal bo'lsa ko'al bilan bir xil, ya'ni ko'mir bilan. Yerlarni sal mana bundayroq qilishimiz kerak. Qo'y o'ldirmabman-da, qo'y. Men qo'y o'ldirmadim rostdan ham. Va charkoal bu versiyada bunaqa ko'rinar ekan. Hozir mashalla yasab olay. Mashalla yasashimiz kerak dedilar. Yasab olishimiz kerak va yo'qol. Ana. Endi siz mashallalarni bemalol qo'yib, bu yerda yortsak ham bo'laveradi. Xullas, birinchi kunimiz bizni tugadi. Agar birinchi kun yoqqan bo'lsa, like bosinglar, obuna bo'linglar. Salomat bo'ling. 20 ta obunachi maqsadimiz. 20 ta obunachi maqsadimiz deyapman.